Dasturimizni sportga oid xabar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining Nukus filiali talaba sportchilari delegatsiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetida mehmon bo'lishdi va sportning qator turlari bo'yicha o'rtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etishdi. Tafsilotlar muxbirimiz Davron Sharipov lavhasida. Azal-azaldan Amudaryoning ikki sohilida yashovchi ellarimiz o'rtasidagi qardoshlik rishtalari bugun yanada uzvilik kasb etgan. Bir daryodan suv ichgan xalqlarimizni bir-biriga chambarchas bog'lovchi urf-odatlar, qadriyatlar, yoshlarimiz do'stligi bugungi kunda ham davom etayotir. Do'stlik aloqalarini yanada mustahkam etish maqsadida ko'p yillardan beri Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati talabalari boshqa sohalardagi kabi sportda ham muntazam o'rtoqlik uchrashuvlar o'tkazib, tajriba almashib turishadi. Bu gal Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti talabalari O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining Nukus filiali talaba yoshlar delegatsiyasini qabul qildi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan yoshlar siyosati bag'darlaridan kelib chiqib, Urganch mamlakatlik universiteti student yoshlari bilan bizning filialimiz student yoshlari o'rtasida do'stlik uchrashuvlarini o'tkazuv maqsadida keldik. Bizler bu yerda 4 turli sport turi bo'yicha bellashuvlar o'tkazib o'tiramiz. Studentlarimiz bu yerda uchrashuvlarda qizg'in turda baslash berdi. Neki usul tarzdagi uchrashuvlar o'tkazib turadigan bo'lsa, bu yoshlarga kelajakdagi o'zlarining sport tarafidagi karyeralarini rivojlantiruvga ulkan motivatsiya bo'ladi. Urganch universiteti sport bazasida mamlakatimizning ikki hudud talabalari stol tennisi, badminton, shaxmat va mini futbol sport turlari bo'yicha kuch sinashdilar. Kichik raketka ustalarining yakkalik uchrashuvlarida Urganch oliygohi sportchilarining qo'li baland keldi. Juftlik bahslarida esa nukuslik talaba yoshlar ustun kelishdi. Badminton sport o'yinida imkoniyati cheklangan sportchilar bahslashdi. Musobaqaning bu turida ham mehmonlar g'alaba qozondi. Intellektual o'yin shaxmatda erkaklar o'rtasidagi partiyalarda mezbon jamoa vakili, ayollar o'rtasida esa qoraqalpog'istonlik talaba g'alaba qildi. Mini futbol qarama-qarshiligi 2-2 durang hisobida yakunlandi. Musobaqa g'olib va sovrindorlari taqdirlandi. So'ngra ikki hudud talabalari tomonidan tayyorlangan konsert dasturi namoyish etildi. Ayni paytgacha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Siz Xorazm 24 axborot dasturi bilan tanishdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.